Bunaqa video bo'lmagan, videoni oxirigacha ko'ramiz. Parafin va parafin o'ylanzolari borda, hammasini birin-ketin narx bilan aytamiz. Yuz uchun, qo'l uchun 50 ming so'm borda, taxminan yarim kilo bo'ladi. 1 kilolik parafinlarimizni xolislik gulligi, xolislik tekis bor. Buni ham narxi 50 ming so'm bor. Ko'rishingiz mumkin, har xillari bor. Jasmina, lavanda, limon, nima xolislik bor hammasi. Hop, qozonligiga olib keldi, narxini aytamiz. 350 ming so'm, 2 kilo, 3 kilo ketadi. Bemalol bu yerda qo'ldan tiqsanglar hammasi chiqadi. Bunisi bo'lsa kulturniroq varianti 500 ming so'm bo'ldi. Buni ham qo'lda sig'adi. Bunga ham 2 litr, 3 litr ketadi. 5 litrlik qozonlarimizdan ko'rishingiz mumkin. Ichiga yopishib qolmaydigan, bemalol qilsanglar jumladan tushiradi panislarga. Buni narxi 1,5 million so'm bo'ldi. 10 litrlik qozonimizdan ichidan bunaqa qoshig'i ham chiqib yotdi. Narxi 2 million so'm bo'ldi. Bularga 2 kiloga xitoy garantiyalari bor. Xo'p, rezinkalariga kelamiz. Rezinka mana. Rezinka panislarimiz 150 ming so'm bo'ldi. Temirligi 100 ming so'm bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi nima desanglar, buni tizzalarga taqqosa bo'ladi. Mana o'zim ham taqqib oldim. Tizza bo'g'im og'ruvlariga rosa zo'r bo'ladi. Buni qanaqa ishlatamiz desanglar, bitta mikronovka tiqorasizlar yoki qaynoq suvga sovursanglar, bu ham qaynoqqina bo'ladi. Hop, undan keyingisi bo'tdi, mana ko'rishingiz mumkin. Toshlari ham bor ichida. Buni narxi 300 ming so'm bo'ldi. Korobkada bo'ladi hammasi. Hop, undan keyingisi elektronik variantlari bo'ldi. Mana kattasi 400 ming so'm bo'ldi. Buning ichidan adrenalin qopi ham chiqadi. Hop. Qopi nimaga kerak desanglar, mana shuni solib qo'yasizlar, mabodo qaynoqlik qilsa, bu ilit beradi. Undan keyingisi kichkinarog'i botdi, 350 ming so'm botdi. Holatini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda har xil gulliklari bor, ayuchalik, quyonchalik, har xillari bor. Bular narxi 250 ming so'mdan botdi, hammasining narxi bir xil bor. Hop, mana ham kilo qolib ketibdi, cho'michlar 25 mingdan bilan narx. Buni xohlagan joylarga qo'ysanglar bo'ladi. 3 sharoitdan bemalol foydalanasizlar. Xohlasanglar yelkangizga og'riyaptimi, yelkaga qo'yib qo'yasizlar. Bo'yin og'riydimi, bo'yinga qo'yib qo'yasizlar. Qorin og'riydimi, farqi yo'q. Qo'l og'riydimi, hamma yoqqa qo'yib foydalansa bo'ladi. Rosa zo'r, bu nefrit toshlari bor. Toshlari ham kerak bo'lsa, foydali bo'ladi buni. Bu parafinlarni sizlar bilmagan foydalari juda ko'p bo'ladi. Banisada har xil klinikalarda ishlatishadi. Buni qanaqa ishlatamiz desanglar, shuni ochasizlar, tokka tiqasizlar, hamma simlarni beramiz. 8 minut, 10 minutda qaynoq bo'ladi. Issuviga 4-5 soatgacha yetadi, o'rab qo'ysanglar bemalol. Shuni yopib qo'yaverasizlar, monitorlar bor, graduslarni ko'rsatib turadi. Dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Bemalol telefon quramiz yoki Telegramdan sirazi yozib olsa ham bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar, like va obuna bo'lib qo'yinglar. Tamom.